Nima ko'rding? O'zi aybdor. Xiyonat qildimi? Yo'q. Unda nima ko'rding? 2 qavat pastdagi qo'shnimiz jalba qildi. Ular etajni supurmayotganmish. Nima supurmading desam, yaramadim, og'royoman deydi. Kuyovligimda kiygan ko'ylagimni dazmolda kuydiribdi. E'tiborsiz bo'pman, og'royoman-u deydi. Qozon kabob qilgin desam, dimlama qilib qo'yibdi. Nimaga dimlama qilding desam, yog'li ovqat qila olmayman-u, og'royoman deydi. 3-4 kundan beri ertalab 6 da turadigan odat chiqardi. Ya xotin degan sal ertaroq turmaydimi desam, og'royoman-u deydi. Boyagisi hammasidan oshib tushdi. Choyxonaga ketishim kerak edi. Keyin yotgandim. Naskimni kiygizib qo'ygan desam, egila olmayman, og'royoman deydi. Aslida sen og'riyoq ekansan. Tushundingmi? Adolat. Sen akam meni himoya qilmadi deb xafa bo'lma. Men og'ir oyoqlarga qo'l ko'tara olmayman. Nima ham qilardik? Meni singlim shunaqa dangasaro ekan. Lekin seni singling Tilla. Meni tashqarida kutib tura olasizmi? 2 daqiqada chiqaman. Aka, men podest tozalagan emasman. Odam olib kelib tozalatadilar. Og'ir oyoq bo'lmasam ham. Juda ko'p bo'ladi. Uxlab qolib 8 dan keyin turaman. Og'ir oyoq bo'lmasam ham. Agar biror joyga bormoqchi bo'lsam, avtobus u yoqda tursin, taksiga ham chiqarmaydilar. O'zlari olib borib olib keladilar. Og'ir oyoq bo'lmasam ham. Qozon kabob, dimlama. Aka, biz bu ovqatlarni har doim buyurtma qilamiz. Menga qildirmaydilar. Chunki men qilishni bilmayman. Meni shu kamchiliklari bilan sevadilar. Og'ir oyoq bo'lmasam ham. Og'ir oyoq bo'la olmayotgan bo'lsam ham. Ovozi do'rillagan hamma ham erkak bo'lavermas ekan. Anavi iflos erkakman degan lattan uyushimidi? Tushunmadim. Sen meni uyimda nima qilyapsan? Menga qarang, siz nega telefoningizni ko'tarmaysiz? Yo nima, xotiningizdan qo'rqasizmi? Nima deyapsan? Yo'qol uyimda. Iflos, sen ham erkakmisan? Uylanaman deb nafsingni qondirib tashlab ketaverasanmi? Isqit ekansan. Ko'p gapirmagin, o'zingni bosib ol. Adasi. Kim bu ayol? Onasi o'zi hammasini tushuntirib beradi. Ha? Xotiningizmi? Sani ering, sendan oldin men bilan yashagan. Tushundingmi? Xor qilib tashlab ketdi, ertaga sen ham o'yinchoq bo'lasan. Qarab tur. Menga qarasgina o'zingga qarab gapir. Menga qarang. Meni erim o'tmishi qiziqmas, xo'pmi? Men bilan kelajagi muhim. O'yinchoq bo'ldingizmi? Siz shunga loyiqsiz. Og'iz yopiq baliq qarmoqqa ilinmaydi. Yaxshi qiz. Bu meni erim. Biz baxtlimiz. Yaqinda farzandli bo'lamiz. Endi yo'limizga to'g'anoq bo'lma. Tushundingmi? Yo'qol. Onasi kechir olsang kechir. Hamma biz xomsut emgan bandamiz. Endi yosh bola emassiz. Yaqinda ota bo'lasiz. Ko'chaniki, hammaniki. Men esa sizni juft halolingizman. Baribir ot aylanib qozonni topadi. Guldek oilangizni ko'chadagi saroblarga almashtirmang. Mana ovqatingiz. Rahmat. Menga qaraysiz, ishdan kelib olib bolalaringiz bilan ovorasiz. Qachongacha men ovqat qilib qo'ydim ana siz uchun. Qachon menga bunday e'tibor berasiz? Sal sekinroq gapir. Hozir ukam eshitsa nima deb o'ylaydi? Ushyapti deb o'ylaydi. O'sha ukangizamchi jonimga tegib ketdi. Qachongacha bitta hovlida yashaymiz? Hammachi o'zini haqqini olib alohida yashasin. Qizim, men bu yoqqa o'tirib tur. To'g'ri aytasan. Men hamma gapni to'g'ri aytaman. Aziz, qayerdasan bu yoqqa? Ha, Labbay aka. Keyin hozir ayni haqiqatni aytdi menga. Ko'zimni ochdi. Bu uyda nimaiki bo'lsa hamma o'z haqqini oladi. Tushundingmi? Aka, bu nima degani?